Hello everybody. Hammaga assalomu alaykum. Ba'zida DTMda shunaqa savollarni ko'rishingiz mumkin. You are driving quite well. Who did drive a car? Qaysi variantni qo'yganimiz yaxshiroq? Did you teach? O'tgan zamonni berishimiz kerakmi? Taught you? Bu qanaqa narsa? Yoki you taught? Does you teach? Mana shu variantlarning qaysi biri to'g'ri bo'ladi deydigan savolga keladigan bo'lsak, agar siz bu yerda did you teach ni oladigan bo'lsak, ya'ni ikkita variantimizni hozir ko'ramiz. Lekin you taught bizda yoki does you teach javobimiz to'g'ri kelmaydi grammatik jihatdan. Ya'ni you taught sen kimga o'rgatgansan bo'lib qoladi. O'zi aslida bizdan siz yaxshi haydaysiz degan javob kelyapti. Does you teach esa siz kimga baribir does you teach ham juda g'alati grammar jihatdan. Chunki you ga biz does ishlatmaymiz. Shuning uchun bu ikkita variantni olib tashlar ekanmiz. Xo'p, ikkala variantimiz qoldi. A bilan B miz. Nima qaysi biri to'g'ri bo'ladi? 1 2 3. B variantimiz to'g'ri bo'ladi, A variantimiz noto'g'ri bo'ladi. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, bizda object va subject question degan narsa bor. Ya'ni ikki xil savol turimiz. O'zi umuman siz o'rgangan, shu vaqtgacha o'rganib kelgan yordamchi fe'llardan foydalanadigan savollarning hammasi object question deb ataladi va bu o'zbek tiliga kimni, nimani, qayerga shunga o'xshagan savollar bo'ladi. Masalan, who did Alice invite? Bu bizda Alice kimni taklif qildi? Alice invited a Bob. Bobni so'ramoqchimiz. Ya'ni kimni, Bobni taklif qildi degan savol. Va bu unaqa savollarimizda bizga yordamchi fe'llar kerak bo'ladi. Yuqoridagi holatda esa bizga yordamchi fe'l kerak emas. Bizga kim o'rgatganligi kerak. Ya'ni subject question, egani so'rayapmiz. Egani so'raganda qanaqa bo'ladi savol turimiz? Who invited Bob? Bobni kim taklif qildi? Ya'ni kimligini. Hech qanaqa kimni, kimga, qayerga degan so'z yo'q. Bu yerda kim. Ana shu holatda Alice javobimiz bo'ladi. Alice invited. Demak, savolda who ni beramiz. Undan keyin bizda subjectimizni so'rayapmiz. O'shaning uchun who to'g'ridan to'g'ri verb va object holatda bo'ladi. Ya'ni who invited Bob holatida. Gap egasi who, undan keyin esa fe'l o'sha zamonga moslashadi. Qaysi zamonda beryapsiz? O'tgan zamonda bo'lganligi uchun savollarimiz hammasi taught ni olamiz, ya'ni teach ni o'tgan zamoni. Who teach you to drive a car? Shu kabi foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'ling va do'stlaringizga ham share qilib qo'ying. Thank you.